Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Tillani nasiyaga olsa bo'ladimi degan savol beribdilar. Tilla kumushni nasiyaga sotib olib bo'lmaydi. Harom, bu ribo bo'ladi. Bunga ijmo bor. Bunga sunnatda ham dalil kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar sahih hadisda: "Az-zahab bil wariq riban ila ha'an wa ha'an." Tillani kumushga sotsa, naqd bo'lmasa, naqd oldi berdi bo'lmasa ribo deganlar. Tillani kumushga sotsa deganligining ma'nosi shuki, oldingi zamonda pul birligi bu tilla kumush bo'lgan. Ana shuni hozir naqd qilmasa ribo bo'ladi deyaptilar. Hozirgi zamonda ham mana bu qog'oz pul birligiga, ya'ni qog'oz pulga nima bo'lishidan qat'iy nazar, dollarmi, so'mmi, u boshqa bir davlatning pul birligimi, shu pul birligiga tilla sotib olinsa, naqd sotib olinishi kerak. Nasiyaga bo'lmaydi. Naqd sotib olinishi kerak. Nasiya bo'ldimi, bu ribo bo'ladi. Kumushda ham xuddi shunday. Az-zahab bil-zahab, al-wariq bil-wariq, al-burru bil-burri, wash-sha'iru bish-sha'iri, wat-tamru bit-tamri, wal-milhu bil-milhi, mithlan bimithlin, yadan biyadin. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Bu ham sahih hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tillani sotsanglar, tillaga, kumushga sotsanglar, bug'doyni bug'doyga sotsanglar, arpani arpaga sotsanglar, xurmani xurmaga, tuzni tuzga deb 6 ta narsani sanaganlar. Aytganlarki, mana shu narsalarni sotsanglar, tingma-ting sotinglar, qo'lma-qo'l sotinglar deganlar. Naqd ya'ni. Agar bularni boshqa bir jinsga sotsanglar, tingma-ting bo'lmasa ham mayli, faqat naqd bo'lsin deganlar. Ya'ni tillani kumushga sotsa, masalan, yuqorida aytilganidek, tingma-ting bo'lishi shart emas, tingma-ting bo'lmaydi ham. Tilla chunki qimmat. Shunda xohlagan narx bilan sotaveringlar. Naqdda hech qisi yo'q. Faqat idakanat yadan biyadin deganlar. Qo'lma-qo'l bo'lsa, nasiya emas. Shuning uchun nasiyaga tilla sotib olish, uzukmi, zirakmi, boshqa taqinchoqmi, har qanaqangi tilla. Va yoki nasiyaga kumush sotib olishlik, bular ham uzukmi, zirakmi, har qanaqangi yoki haqiqiy bir modda sifatidagi holatidagi kumush tillami, bularning hammasi nasiyaga harom bo'ladi. Vallohu alam.